Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Sizlarda bir maslahatli gap bor. Qanaqa? Men o'qishimni prezident maktabida davom ettirmoqchiman. Nega birdan qiziqib qolding prezident maktabiga? Men yaqindagina bu maktabga bordim va sharoitlar menga juda yoqdi. Unda bir surishtirish kerak ekan-a? Men allaqachon o'rganib chiqdim. Chaqqoni. Hujjat topshirish muddati qachon ekan? 25-maydan boshlangan 14-iyungacha vaqtimiz bor. Hujjatlar qayerga topshiriladi? Ariza.uz yoki MyGov.uz orqali onlayn topshiriladi. Qanaqa hujjatlar kerak ekan? Ota-onaning shaxsiy identifikatsiya raqami, telefon raqami, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma 3 qator rasm va oxirgi o'quv yilidagi baholar tabeli. İmtihonlar oson emas deb eshitgandim. Tayyormisan o'zi? Imtihonlar ikkita bosqichda bo'ladi. Birinchi bosqich matematika, ikkinchi bosqich matematika va ingliz tili. Bola, kalkulyator yoki lug'at olib kirib ketarsan, shunda osonroq bo'ladi. Yo'q, kalkulyator, telefon, lug'at mumkin emas. Tanish bilishlarda ishga solsakchi. Bir yaqin do'stini yuqorida tanishlari bor. Yo'q dada, tanish bilish bilan kirib bo'lmaydi. Kirish qiyin, lekin o'qish bepul, to'g'rimi? Ha, shunday. Xo'p, imtihon topshirding deylik. Natijalarni qayerdan bilamiz? Ariza.uz platformasida. Bolam, omadingni bersin. Senga ishonamiz. Farzandimiz prezident maktabida o'qiyapti deb faxrlanib yuramiz-da, qizim. Aka, siz aytgan maktabga 5-sinfdan qabul qilishadi-ku. Siz 4-sinfga o'tdingiz. Rostdan shunaqami? Ha, rostdan ham. 5-sinfdan qabul qilishadi-ku. Mayli. 1 yil oldin hamma ma'lumotlarni bilib oldik. Endi tayyorlanaman. 4-sinfni tamomlaganlar, sizning vaqtingiz kam qoldi. Shoshiling.